Assalomu alaykum va rahmatulloh birodarlar. Men hozir Masjid-i Nabaviyda e'tikof uchun tayinlangan joydaman. Xo'p, bu yil manaqa xaymalar, ya'ni chodirlar qilishdi xos e'tikofda o'tirish uchun. Xo'p, har bir e'tikofchiga manaqa nima qilinibdi? Ya'ni har bir e'tikofchi bittadan mana shunaqa nima shikofi bo'lar ekan. Shikofning ichida mana yopinchiq, mana mayda choyshab, bitta so'mka, mana zikr qiladigan narsa, ko'zga yopadigan yengilgina yopinchiq va bolish. Bunaqa nimachilar kelib, tozalab ketar ekan. Hop, mana bunday yurib kelganda, bu yerda mana bufe bor ekan. Mana o'zlari ham tarqatgan olib ketyapti. Mana yerga qo'yib qo'yishgan. Maşallah, tamriya, har xil narsalar maşallah, har xil qo'yib qo'yishgan. Bu sallojada ichimliklar. Maşallah. Tartib ajoyib. Haqiqatda e'tikof uchun bu yil tartib juda ham zo'r. Nima edi shkaflar hali ko'rsatganimdek. Hop. Mana bunaqa zonalar qilingan. A, B, undan keyin C va D 4 ta zona bor. Har bir mana xonalari bor. Shu yerda e'tikofchilar turishibdi. Kanimda Masjid-i Nabaviyda tomida joylashgan bu. Mana bu yerda yozilgan mana qilib raqamlar. C xonasi, bu yerda mana D, hamma narsa raqam bilan yozilgan, tartib bilan. Birodarlar, mana saharlik berishdi. Qaymoq, pechennik, olma, sok, asal, sir, non. Hop, xonada har bir joy raqam bor ekan. Bu yerda issiq zamzam, bu yerda sovuq zamzam. Va Qur'on bu yerga qo'yib qo'yilgan, Qur'on deb ishlatilaveradi.